Assalomu alaykum barchaga tajriba uz YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, obunachilari. Xudo xolasa bugungi videomiz Qashqadaryo viloyatidan, qaysi tumani bilmayman. Biz Qashqadaryolik Lazbek degan akamiz o'zini mini parranda fermasidan asosan indiyskiy begunok, indiyskiy o'rdaklar haqida ma'lumot berib, o'zini mini fermasidan qisqacha obzor qilib tayyorlab, maxsus tajriba uz YouTube kanali uchun jo'natibdilar. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Qo'lidan kelgancha barcha qilib o'tgan ishlarini, tajribalarini biz do'stlarga baham ko'rishni ma'qul ko'rib, qimmatli vaqtini ayamasdan video qilib menga tashlabdi. Hozir shuni sizlar bilan men baham ko'raman. Kanaldan uzoqlashmayman. Kanal ma'qul bo'lsa, sizga foydali bo'lsa, albatta obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Like, podpishkalar bilan nima deydi? Podpishkada bo'lib turing. Xudo xolasa kanalimiz yaxshi rivojlanyapti. Siz aziz do'stlarni hammanglarni podpishkalari bilan albatta kanalimiz zo'r rivojlanyapti. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Men bundan bog'ayatda xursandman. Kimda kim shunaqa parranda fermalari, tovuq, mol, qo'y nimaki bo'lsa, qisqacha obzorlar qilib, 15 minutlik, 20 minutlik videolar qilib, qanday boqyapsiz, nima qilyapsiz, sizda nimalar muammolar bo'ldi, qanday bartaraf qildingiz, qanday plus minuslari bo'ldi, ular shular haqida videolar qilib tashlasangiz, mana qilib ommaga qo'yib beramiz. Kimgadir foydasi tegsa, albatta uni albatta savobi ham bo'ladi. Keyin misol o'sha parrandalar sotiladimi, sotilmaydimi, shular haqida ham aytib o'tsangiz, nomerlaringizni qo'yib qo'ysak, xudo xolasa reklama bo'lib qoladi. Plus sizga rivojlanishingizga va kanalda ham rivojlanishiga, xullas hammani nimasiga plus bo'ladi, xudo xolasa deb o'ylayman. Albatta kim yana qo'shimcha ma'lumot, Telegram kanalimiz, gruppamiz bor, to'g'rirog'i lotincha kichkina harfda uzmasdan tajriba uz 1 gruppa, ikkita p bo'ladi. Tajriba uz 1 gruppa deb yozsangiz, Telegram gruppamiz bor, kanal, o'sha yerda bemalol siz o'zingizni mahsulotingizni, tajribangizni, kimdir savol bersa javob berishingiz mumkin. Xullas bemalol o'sha yerda ish faoliyatingizni olib borsangiz ham bo'ladi. Kommentariyalar o'chiq bo'lsa, bemalol o'sha yerga savol javob qilib, kimdir bilgani, kimdir bilmaydi, o'sha yerda общий nima deydi, mana jamoa, tajriba uz YouTube kanalini jamoasi o'sha yerda bemalol o'sha yerda bilgan bilmagan tajribalaringiz bilan baham ko'rishib, do'stlashib, ish faoliyatini yurgizishingiz mumkin. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Kanalimiz, gruppamizga ham bizga nimalar, parrandalar hozircha sayrga qo'yib yubordim. Big Boss hammasi qo'yib yuborganman, ertalab. Xo'p, hammaga omad. Qashqadaryolik akamizni kuzatamiz. Podpishkada bo'lamiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum tajriba uz kanali obunachilari, mehmonlari va musofirda bizlarni kuzatayotgan qadrli yurtdoshlar. Bugungi mavzuyimiz indiyskiy begunok o'rdaklari haqida bo'ladi, ya'ni pingvin o'rdaklar. Bu o'rdaklar o'ziga xos yurishi, xarakteri bilan odamni o'ziga jalb qiladi. Juda chiroyli, neobычный, noodatiy xarakterdagi qushlar. Bu qushlarimiz asosan tuxum yo'nalishiga boqiladi. Go'sht aniq ma'lumotim yo'q go'sht yo'nalishi bo'yicha, lekin 2 kilo 200 gacha go'sht qiladi deyilgan. 350 tagacha tuxum tug'adi yiliga deyilgan. Endi buni yaqinda emas, shu yil olib keldik bahorda. Lekin tuxum tug'ishlari yaxshi, kattagina.
Juda chiroyli qushlar. Tuxumlari allergiya qo'zg'atmaydi. Qancha ko'p yesa ham davleniya chiqarmaydi. Juda yaxshi. Go'shtlari ham juda shifobaxsh, foydali. Tabobatda ayniqsa erkaklar uchun juda shifobaxsh deb aytilgan. Bu o'rdaklarni uyda boqsam bo'ladimi, yo'qmi deb qiziqadiganlar, ya'ni hovlida. Bu o'rdaklarni hovlida bemalol boqsa bo'ladi. Hovlini hidlantirishini ham, rasvo qilib tashlashini ham sezmadim. Boshqa o'rdaklar to'g'ri, haqiqatdan o'zimizni g'aq-g'aqlab hovlini hidlantirib yuborishi, rasvo qilib tashlashi mumkin, lekin bular juda akkuratniy qushlar. Stashka qilingan joylarga chiqmaydi, faqat hovlini ichida yuradi. Lekin keyin ekinlarga zarar yetkazmaydi ekan. Mana shu tomondan juda yaxshi ekan. Ya'ni o'tlarga emas, daraxtlarga. Birorta bir bo'yi turgan daraxtda ham bargini yoki hosilini yulganini ko'rmadim. Juda akkuratniy qushlar. YouTube'larda bular haqida har xil ma'lumotlar bor. Ya'ni yaxshi tomonlarini sanab o'tib, kamchiliklari qatorida bu o'rdaklarni onalik instinkti past, yaxshi umuman kurk bo'lishi juda kamdan kam bo'ladi deb aytilgan, lekin yo'q. Mani o'zimning tajribamda sinab ko'rildi. Bu o'rdaklar yaxshi kurk bo'ladi, yaxshi tuxum bosadi. Hatto 2 martalab tuxum bostirdim. Tagidan jo'jalarni olib yana tuxum bosib tayyor qo'ysam, yana tuxum bosdi. 2 martalab jo'ja ochib chiqdi va juda mehribon ona bo'lishadi ekan. Jo'jalarni juda chiroyli himoya qilib olib yurishadi. Hatto o'zingizni ham yoniga yaqinlashtirmaydi jo'jalarini. Biroz qizg'onchoq bo'lishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi partiya vegunokchalarimiz ochib chiqdi. Xudo xolasa. Nechta botagiga bilmayman. O'zi kamgina tuxum qo'ygan edim. Bir partiya ochib chiqib, jo'jalarni ajratib olib, yana tuxum tashlaganman. O'zi ikkinchi partiyani ochib chiqdi, xudo xolasa. Juda to'da sevar qushlar. Doim to'p bo'lib yurishadi. Boshqa qushlarga aralashmaydi. Boshqa qushlar bilan urushmaydi, hatto o'zaro ham urushmaydi. Xarakteri juda yuvosh. Xo'rozlari juda mard bo'ladi. Xarakterini aytsam. Urg'ochilar, makiyonlar tuxum tuqqani kelganida xo'rozlar qo'shilishib kelib, to tuxum to'p chiqqanigacha qo'riqlab turishadi. Mana shu tomoniga o'zim qoyil qoldim. To'g'ri, nomiga yarasha begunok, ya'ni qochqoq. Biroz hurkakroq qushlar bo'lishadi. Bularni tasvirga olish yaqindan juda qiyin. Odamni ko'rgandan birdan panaga yoshinishga harakat qilishadi. Bunaqa bir ser shovqin ham emas. Mana shunaqa g'iq-g'iqlagan ovoz chiqadi. Nariroqda bo'lsangiz eshitmaysiz ham. Faqat bir-birini yitirib qo'ygandagina baland ovoz bilan bir-biriga ovoz berishadi. Mana bu tomonda o'rdagimiz bir o'zi qolib ketibdi, g'aqillab sheriklarini chaqiryapti. Ular esa qorabosh indo'tka jo'jalarimiz. Ular ertalabdan yayrab yurishadi. Shular qatorida indo'tkalar haqida ham ma'lumot berib o'tsam, indo'tkalar juda ro'zg'orbob, juda biznes qilaman deganlar uchun ham serdaromad qushlar ekan. Xaridorgir, tirik inkubator desa bo'ladi bularni. O'zlari tuxum qo'yib, tuxum ochib chiqishadi. Tuxumi deyarli bexato chiqadi.
urug'lanmagani deyarli uchramaydi. 30 tada bitta uchrash ehtimoli bor. Shunda ham bo'lmasligi ham mumkin. Lekin bular o'txo'r qushlar yashilman degan narsani yeb ketaverishadi. Ayniqsa jo'jalari, kattalari unaqa emas. Yana sheriklar kelyapti. Bular sheriklarini, jo'jalarini ham onalari bemalol olib yuradi. Endi bularni onalarini ikkinchi partiyasiga begonok tuxumlarini qo'yib yuborganmiz. Onalari yana qayta tuxum bosib yotibdi. Bu jo'jalar o'zi samostoятельно bemalol qornini to'yg'izib yuraveradi. Keyin o'rdak tuxumlari hidli bo'ladi, go'shti hidli bo'ladi, ya'ni sassiq bo'ladi deganlarga yo'q, unday bo'lmaydi. O'rdakni boqishingizga qaraydi. Bizning o'rdaklarimiz endi bular tuxum yo'nalishida, tuxumlarni o'zimiz ham iste'mol qilamiz. Jo'jalarga qaynatib beramiz. Hech qanaqa hid xushi yo'q, ya'ni noxush hidi yo'q. Go'shtlari ham xuddi shunaqa, noxush hidi yo'q. Endi go'shtni o'zini hidi bo'ladi albatta. Qo'y so'ysangiz, qo'y go'shtini hidi keladi, moldan mol go'shtini hidi keladi. Parrandadan parranda go'shtini hidi keladi baribir, lekin unaqa noxush hidi yo'q. Balchiq hidi keladi deydi. Balchiq hidi kelishi nimadan bo'ladi? Bir joyda qayta suvlab qo'yaversangiz, u joyda u balchiq bo'lib ketadi. Chunki xohlaysizmi yo'qmi, turgan loy achiydi, hidlanadi. Bizda bu yerda bida ekilgan edi bir vaqtlar. Bidani boya aytganimdek, o'tni juda yaxshi ko'rishadi. Bidani qirg'ilaydi. Shu pallariga suv to'ldirib qo'yamiz. Bir kun bu pallaga to'ldirib qo'ysam, suvni baribir ekonomishni ishlatishadi. Bular suv to'ldirilgan joyga bir kirib o'ynagandan keyin suv shimib ketmaydi. 2 kun, 3 kun turadi suv. Ungacha nariyoqdagilar qurib qoladi. Keyin u tomonni to'ldirib qo'yiladi. Ya'ni sveji suv to'ldiriladi. Suv balchiq bo'lib ketmaydi. Shuni hisobiga hech qanaqa noxush hidlar bo'lmaydi. Hovlida ham, go'shtlari, tuxumlarida ham. Hozir jo'jamiz mana sheriklarni yetirib qo'yibdi. Ularni chaqirib qidirib yuribdi. Bu yerda esa bidanapat begonoklarimiz, bizda 2 xil begonoklar bor. Oq sariq va bidanapat deydi, malla begonoklar bor. Ikkalasi ham tuxum yo'nalishiga juda zo'r ekan. Bidanapatlar sal bo'ylari kichikroq, balki ular zotini balki qonini yangilab borilsa o'sib ketar balandroq bo'lib. Lekin mendagilar biroz bo'ylari kichikroq, lekin tuxumlari kattaroq. Katta o'rdaklarnikiga nisbatan. Mana bu oq sariqlarga nisbatan. Bu esa jo'jachalarimiz. Ular suchelkada bitta endi o'tga jo'jachamiz ham bor. Отдельно bitta ochib qolgan. Ranglari oq sariqmi demak, bitta oq sariq chiqaveradi degani emas ekan. Bizda seriyalar chiqyapti. Oq sariqlar, sariq jo'jachalar chiqyapti. Keyin qoramtir, bundaqa qora jo'jachalar ham chiqyapti.
Ustlari sariq qora, bir-biridan chiroyli. Juda erkatoy qushchalar bular. Buni qiziqishga qilib boshlaganmiz, lekin hozirda уже biznesga aylanib boryapti. Jo'jalari sotilyapti 35 ming, 40 ming, 30 ming. Mana shunday jo'jalar 30 ming so'mdan sotilyapti. Men boqib ko'rganman, qo'y, qo'chqor, mol. Foydasini qassob ko'rib ketadi, xafa bo'lmanglar, lekin bu jo'jalarni, bu parrandalar, umuman parranda biznesi bo'yicha daromadingiz ustingizda qoladi ekan. Mana shu bahordan beri, ya'ni aprel oyidan beri bir 2-3 ta qo'chqor boqqanni daromadini qildim desa ham bo'ladi. Sof foyda, sof daromadi mana shunchalar bo'ldi. Sanaganim yo'q, lekin anchagina jo'ja sotildi. Tuxumi sotilyapti, jo'jasi sotilyapti. Daromadi yaxshi. Bizda nafaqat indiyskiy begunoklar, balki g'aqildoq o'rdaklarimiz ham bor. Neobычный ranglari chiroyli va qora shahzoda, Hanxab, Lakenfelder, Brekkel bular shu yilgi jo'jalar, shu yil ko'paytirishni boshladik. Mana shularni hammasini ham endi utkalar bilan begunoklar boqib berishyapti. Sevdaromad deganimni isboti mana shular. Bular hali tuxumga kirgani yo'q, ya'ni hech qanaqa daromad berishni boshlagani yo'q bu jo'jalar. Gidata 70 tacha jo'ja bor. 70 ta jo'ja bir hovli uchun normalniy yetarli bo'ladi ekan va yeyishi ham bitta topib turgan odam uchun, o'rta daromaddagi odam uchun yetarlicha yeydi ekan. Parrandalarni shu yil qilishim, lekin mana shu endi utkalar bilan begunoklar bularni boqib beryapti. O'zlarini qornini ham to'yg'izyapti, bularni ham qornini to'yg'izib berishyapti. Endi yana asosiy masalalardan biri, nima bilan oziqlanadi bular? Ya'ni indiyskiy begunoklar, o'rdaklar umuman nima bilan oziqlanadi? Ularga umuman ovqatni farqi yo'q. Nima tomog'idan o'tgan har qanday ovqatni yeyaveradi. Masalan, biz kam xarajatroq yo'lini qilamiz. Ya'ni ertalab, kechqurun bug'doy, umuman bug'doy yonida doim turadi. Hamda po'choqlarni ro'zg'ordan, hozir endi yoz, pishiqchilik, qovun, tarvuz, ya'ni ro'zg'ordan chiqadigan po'choqlarni shopperdan o'tkazib maydalanadi. Mana shularni beramiz. Kun bo'yi mana shular bilan oziqlanadi. Qotgan non, po'choqlarning ichida uyib ketadi. Tuxumlarning po'choqlari o'zlariga oqsil bo'ladi. Kalsiy bo'ladi, ya'ni boyagi tuxum tug'ishiga yaxshi yordam beradi. Mana shunday balonlardan chiqarilgan, ishlamaydigan balonlardan oxir yasab qo'yganmiz. Mana shu oxirchasini to'ldirib qo'yamiz. Kun bo'yi mana shularni yeb yuraveradi. Bug'doy ham yonida idishlarga bug'doy solib qo'yiladi. Mana laganlarda bug'doy solib qo'yiladi. Endi bu umumiy hammasi uchun. Chunki jo'jalarning ham hammasi qo'yib yuboriladi kunduzi. Hammasi mana shu yerdan yeb, ichib, idishlarga, laganlarga suv to'ldirib qo'yiladi. Suvlarni ichib yurishadi. Bunaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Yorma qilib kepay oqarib ber. Albatta, po'choqqa ozgina kepay ham aralashtirib berilsa yomon bo'lmaydi albatta, lekin biz po'choqni o'zi ham vitaminlarga boy, shuning uchun o'zini qorib beraveramiz. Maydalab chiqarib beraveramiz. Mana shunaqa, bularni o'zlaringiz ko'rganlaringizdek, boqish unaqa katta xarajat talab qilmaydi. Deyarli tekinga desa ham bo'ladi. Chunki hozir yoz oyi, ayniqsa boyaga aytganimdek po'choqlar bepul, hamma narsa oziqlanishiga hech qanaqa xarajat ketmaydi.
lekin daromadi anchagina yaxshi. Ko'z tegmasdan, Xudoga shukr, talab bor, sotilib turibdi jo'jalari, tuxumlari. Ya'ni o'zlarini qornini o'zlari to'yg'izib, yana undan tashqari boshqa xarajatlarga ham daromad chiqarib berib turishibdi. Bizda hozir 15 ta bor. 11 ta makiyon, 4 ta xo'roz. Ularning kamchiliklari faqat maqtading deyishlaringiz mumkin. Men bilmadim, kamchilik topmayman. Qamab boqmayman. Ozod yurishini yaxshi ko'raman qushlarimni. Mayli endi beda, o't, bunaqa ekinlar qilmayman. Hozir bizada boyagi ekin-tekinlar qilish ham juda qiyin bo'lib boryapti. Yildan yilga. Shuning uchun makka jo'xori, ya'ni o'zlariga ozuqa bo'ladigan ekinlarni ekiladi. Ularga tegmaydi. Bir 50 sm bug'oginigacha yaqinlashtirmay tursak, qolganiga ular tez o'sib ketadi. Keyin ular teginishmaydi. Suv to'ldirib qo'yamiz. Mana kun bo'yi suvda o'ynab, ichib yurishadi. Keyin anjirlarimiz, toklarimiz tagiga soyaga kirib ketishadi. Chunki havo issiq bo'lyapti juda. Shu yerda soyalab yurishadi. Ular haqida aytadigan ma'lumotlarimiz nima? Hozircha shular. Kitobiy ma'lumotlar kitoblarda, endi kimdir ishonadi, kimdir yo'q. Bu ma'lumotlar hammasi tajribadan o'tkazilgan ma'lumotlar. O'zim tajribamdan o'tkazgan ma'lumotlarimni aytdim. Maxsus Tajriba.uz kanali uchun. Yana biror yangi ma'lumotlar bo'lib qolsa, Xudo xolasa keyingi videolarda chiqarib boramiz, yo nasib. Xayr, sog', omon bo'linglar.